13-asr boshida G'uriylar saltanati parchalanadi va Qutbiddin Oyboq Dehli sultonligini tashkil qiladi. Bu sultonlik 5 ta asosiy sulolaga bo'lingan. Qutbiddin Oyboqdan boshlangan Qullar sulolasi, keyin Xaljiylar, Tug'luqlar, Sayyidlar va nihoyat Lodiylar sulolasi. Oyboq davrida qurilgan Qutb minor Dehli sultonligi ramziga aylanadi va bugungi kunga kelib ham Hindistonning mashhur tarixiy yodgorliklaridan biridir. Dehli sultonligi Hindistonda islom madaniyati, me'morchiligi va savdo rivojiga katta hissa qo'shadi. Bu davr Hindistonni markazlashgan davlatga aylantirdi va keyinchalik Boburiylar imperiyasiga yo'l ochdi.